Mukashafotul Qullub. Oxirat esa Rabbingiz nazdida taqvodorlar uchundir. Zuhruf 35 deb buyurgan kishilardan biri bo'ladi. Yana taqvodorlar haqida Alloh buyuradi: albatta taqvodorlar jannatdagi bog'larda va buloqlarda uzra bo'lurlar. Parvardigorlari ularga ato etgan narsalarni mukofotini olgan hollarida bo'lurlar. Zero ular bundan ilgari dunyoda ezgu ishlarini qiluvchi edilar. Zoriyat 15-16. Taqvodor zotlar esa bog'lar va ne'matlar ichradirlar. Tur 17. Albatta taqvoli zotlar u kunda osoyishta joyda bo'ladilar. Duxon 51. Bu oyatlarning barchasidan bilamizki, mo'min odam qo'rquv bilan umid orasida turmog'i, Allohning rahmatiga suyanmog'i, undan aslo umid uzmasligi kerak. Alloh subhanalloh va taolo buyuradi: ey Muhammad, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimlidir. Zumar 53. Mo'min odam Allohdan umid uzmasligi barobarida ibodatlarini ham beistisno ado etadi, yomon amallaridan voz kechadi va yomon odatlarini tark etadi. Allohning halili Ibrohim alayhissalom xatolarini yodiga olganda yuragi qattiq urayotganini his etar va hushidan ketardi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalom huzuriga yuborganida Jabroil alayhissalom unga bunday dedi: Alloh senga salom yubordi va do'stidan qo'rqadigan do'st ham bo'ladimi demoqda. Shunda Ibrohim alayhissalom: ey Jabroil, xatolarim yodimga tushib, ularning jazosini o'ylaganimda do'stlikni unutaman, degan javobini berdi. Imom Abu Lays deydi: osmonning 7-qavatida Alloh yaratgan unga sajda qiluvchi shunday farishtalar borki, Allohdan qo'rqqanlaridan tomirlari titrab, qiyomat kuni bo'lganda boshlarini sajdadan ko'tarib: ey Robbimiz, seni tanzih qilamiz. Qulluq va vazifamizni keragicha ado etolmadik, derlar. Allohning mana bu oyati shu haqiqatga ishora qiladi. Ular farishtalar ustidadirlar. Kuzatib turgan Parvardigoridan qo'rqurlar va o'zlariga buyurilgan buyruqlarini bajarurlar. Nahl 50. Payg'ambarimizdan rivoyat qilingan bunday hadis bor: kishi Allohdan qo'rqib vujudi titragan vaqtida gunohlari daraxtdan yaproqlar to'kilganday to'kiladi. Aytishlaricha, bir odam bir xotinni ko'z ostiga oladi. Bir kuni shu xotin tijorat maqsadi bilan bir karvonga qo'shilib yo'lga chiqadi. Haligi odam ham o'sha karvonga qo'shilib uning izidan ketadi. Oqshom chog'i karvon bir yerda qo'noqlaydi va hamma uyquga yotadi. Bu orada odam xotinning yoniga kelib, istagini unga bildiradi. Xotin: bor, kuzatib kel, hamma uxlaganmikan, bilaylik-chi, deydi. Erkak taklifi qabul bo'ldi deb o'ylab, sevinib ketadi. Karvon atrofini aylanib keladi-da, hamma uxlagan ekan, deydi. Bu safar xotin: yaxshi, Allohchi, ajabo, shu soatda u ham uxlaganmikan, nima deysan, deb so'raydi. Bu og'ir savolga erkak: yo'q,
Alloh hech qachon uxlamaydi, mudramaydi ham degan javobni berishga majbur bo'lganda, xotin u holda odamlar ko'rmasa ham uxlamagan, mudramaydigan Alloh bizni ko'radi. Hammadan ham ko'ra undan qo'rqqulik va hayo qilgulikdir. Xotin bu so'zlarni aytayotganda erkak ko'nglida qo'rquv uyg'onadi. U Allohdan qo'rqqanidan darhol karvonni tark etib uyiga qaytadi va tavba qiladi. Payg'ambarimizdan rivoyat qilingan bir hadis mana bunday mazmundadir. Alloh buyuradi: men bandamdagi bir ikki qo'rquvni va bir ikki qo'rquvsizlikni ko'plab yig'ib o'tirmayman. Kim dunyoda mendan qo'rqqan bo'lsa, oxiratda mendan qo'rqmagay. Kim dunyoda mendan qo'rqmay yashagan bo'lsa, oxiratda uni albatta qo'rqitaman. Alloh buyuradi: agar chinakam mo'min bo'lsangiz, ulardan yovdan qo'rqmangiz, balki mendan qo'rqingiz. Oli Imron 175. Bas ey hukm chiqaruvchilar, odamlardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Maida 44. Payg'ambarimiz vafotlaridan keyingi ikkinchi xalifa Hazrat Umar Qur'ondan oyatlar tinglaganida hushidan ketar edi. Bir kuni qo'liga somon cho'pini olib bunday deydi: koshki somon cho'pi yo eslanmaydigan bir narsa bo'lsaydim, koshki onam meni tug'magan bo'lsaydi. Yana Hazrati Umar shunchalik ko'p yig'ladiki, ikki ko'zini oqqan yoshi yonoqlaridan iz qoldirardi. Allohning rasuli buyuradi: kimki Allohdan qo'rqib yig'lasa, qo'rqoqdan chiqqan sut ko'krakka kirmaguncha u ham jahannamga kirmaydi. Ya'ni ko'krakdan chiqqan sut ko'krakka qaytib kirmagandek, taqvodor ham jahannamga kirmaydi. Raqoiqul Axbor degan kitobda bunday xabar bor: qiyomat kuni bir kishini olib kelishadi. Savollari bilan gunohlari qiyoslanadi, lekin gunohlari og'irroq chiqadi. Shunga yarasha jazo tortish umri berilganida kipriklaridan bir tolasi tilga kirib deydiki: ey Rabbim, sening rasuling Muhammad alayhissalom kim Allohdan qo'rqqanidan yig'lasa, Alloh u ko'zni jahannam otashiga harom qiladi deb marhamat qilgan edilar. Men dunyodaligimda sendan qo'rqib yig'lagan edim-ku. Shunda Alloh o'sha kishini afv etadi. Dunyoda Rabbidan qo'rqib yig'lagan bir ko'prik tolasiga nam tufayli uni azobdan qutqaradi. Jabroil alayhissalom esa falon kishi Allohdan qo'rqib yig'lagan bir kiprik tolasi hurmati jazodan ozod etildi deb e'lon qiladi. Bidiyatul Hidoyatda esa bunday xabar bor: qiyomat boshlanganda jahannam shunday o'kiradiki, butun insonlar dahshatga tushib tiz cho'kadilar. Shuning uchun ham Alloh taolo ogohlantiradi: